Agar elektromobillarning ichida nimaga aynan Leapmotor C01 modelini tanlash kerakligini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Ajoyib dizayn. Mashinamiz Smart Dop opsiya komplektatsiyasida. Bizning tilda aytganda eng full komplektatsiyasi. To'liq quvvat bilan 525 va 625 km masofani bosib o'tadi. Ruchkalari o'zi chiqib keladi. Elektroprivod sidenya xotiralarigacha mavjud. Kojinli salon. Qoraytirilgan panorama tom. Mashinamizda 6 xil rejimda massaj, abagrev, abduflarigacha jihozlangan. Bezramchli oynalar. Orqa qatorlariga keladigan bo'lsak, ancha keng va orqadagi passajirlar uchun alohida klimat kontrolli bilan jihozlangan. Salon podsvetkalari. Orqa ko'rinishi. Bagajlari elektroprivod bilan jihozlangan. Sig'imi ham ancha keng. Bu mashinani bilgan biladi. Hadovoy chaslari Mercedes-dan 1:1 kopiya qilingan. Bu degani BYD dan 3 barobar yumshoq yuradi. Kimga shu mashinamizni qiziq bo'lsa, narxlari $23.800 ga $24.800. Bemalol aloqaga chiqib kelsanglar bo'ladi. Shoshilib qolinglar, soni chegaralangan.